Salom, keldingizmi? Keldim. Vau, mashinangizga gap yo'q lekin. Rahmat. Ketdik, sizga uyingizni ko'rsataman. Aha, davay. Hammasi tayyormi? Ha, tayyor. Mebellar qo'yib qo'ydim. Qolganini o'zingizga moslaysiz. Ha, mashinamda bor qo'shimcha instrumentlar va mebellar. Xo'sh, keling. Mana bu yerda bizni shahar kutubxonasi. Shahar? Ha, bizni qishloq yaqinda shaharga aylanadi. U juda ham katta. Hazilda bu. Ha, mayli. Mana bu yerda duradgorlik joyi. Wow. Tobutlar bor ekan. O'zirga jarasi hech qisi yo'q. Xo'sh, keling, mana bu yerda esa instrumentlar sotishadi, kuznetsada. Aha, tushunarli. Mana shu yerda eslab qoling, kerak bo'ladi. Aha, rahmat. Bu yerda sizni mashinangizni ko'rdim. Endi esa keling, sizga meva sabzavotlarni ko'rsataman. Aha, mana bu yerda sotishadi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling bu yoqqa. Bu yerda esa bizda mebellar. Ha, qo'yil. Sizga aytyapman-ku, yaqinda shaharga aylanamiz. Hamma narsa sotishadi bizda. Ha, mana bu esa sizning uyingiz. Eshigi ochiq qolibdi. Uzr, mana mayli burni tagida yopib qo'ydik. Shu yerda bemalol yotishingiz mumkin. Qo'yil. Mayli, kaltlarni berasizmi? Ha, unda oling pulini. Rahmat. Uyda bemalol yotib yashashingiz mumkin. Biz o'zimiz sizga javob beramiz. Aha, mayli, ketdim. Janob Laki, xayr. Nihoyat o'zimning uyim bor endi. Qoyil. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Laki va yangi videoga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, men qishloqqa qaytishga qaror qildim, chunki men boyib ketdim. Shaharda esa juda ham zerkarli, hattoki skinimni ko'rishingiz mumkin, qanchalik qimmat RGB sportivkadaman. Ha do'stlar, endi men qishloqda yashayman. Bu yerda qishloqliklar bekor keldi shu yerga. Ha, yoshligida ekan, umri avval bo'ladi endi. Nima ham deyarmiz? Hoy, janob, nimalar deyapsiz? Tushunmadim. Men sizni aytmayapman. Men aytmayapti. Tak. Axir yoshiga dedingiz-ku. Ha, chunki xo'sh, nima problema bo'lyapti tushunmayapman. Yoqmayapmanmi sizga? Yo. Shunchaki qo'shningiz yomon odam, bu yerga bekor keldingiz. Ukam bu yerdan tezroq ketmasang bo'lmaydi. Nima? Qanaqa qo'shni? Yo'q, buni basharasiz nima qilgan? Gapirmaganing ma'qul. Xo'p, nima xavf tug'diradi bu menga? Seni o'ldirishi mumkin. Ha, o'yi yomon emas, yaxshi odamga o'xshayapti. Faqat yuzi biroz g'alati ekan, lekin men bunaqa narsalarga ishonmayman. Salom qo'shni, men sizning yangi qo'shningizman. Uyingiz chiroyli ekan. Rahmat. Seniki ham yomon emas. Zo'ring. Ha, katta rahmat. Menikiga mehmonga kel. Ha, albatta, kelasi safar, xo'pmi? Ha, senikiga boraman unda. Kelasi safar. Tak, bu nima bo'ldi? Narvon bor ekan bu yerda. Qiziq, tomga olib chiqar ekan. Lekin bu yerda deraza eshiklar yo'q. Qani, oppa, sekin ko'ramiz. Instrument sotishadi degandek bo'lgan edi. Ana o'sha yerga borib hozir instrument olib kelaman. O'zimda albatta bor, lekin tak, qaysi tarafda edi-ya? Ha, mayli, sotib olamiz. Topamiz hozir. Kuznets edi, qishloqni tepaga chiqarkanda. Mayli. Zo'r prank uyushtiraman unga. Xo'sh, shu tarafda bo'lishi kerak, chunki qishloqdagi instrumentlar sifatini ko'rmoqchiman. O'zimdagilari juda ham zo'r temirdan ishlangan. Tak, qani ko'raylikchi. Sekin. Assalomu alaykum. Va alaykum, keling, nima kerak? Instrumentlar, yomon emas menga. Tak, tushunarli. Bolta, kirka va albatta lopatka bersangiz qancha bo'ladi? 15. Arzon ekan. Sifat qanday bularni? Chidasa bo'ladi narxiga yarasha. Ha, mayli, mana oling. Bo'pti, instrumentlaringiz. Katta rahmat. Men ketdim unda. Ha, davay, omad. Tushunarli. Arzon instrumentlar buzilib ketsa kerak. Tushunursan. Ha, mayli. Tak. Qani endi bu yerda bemalol tomni ochishimiz mumkin. Xo'sh, nima chiqishi mumkin ekan? Tak. Qani ko'raylikchi, nimaga g'alati kulib o'tiribdi? Xayr, sekin, xayronman. Shu. Tushunursan, nima? Skelet turibdi. Yo-mayo. Ha, skelet. Tak. Yo'q, men bu yerda bo'lishni istamayman. Tak, yopish kerak. O'sha menga keragi yo'q buni. Bo'ldi. Bu qishloqdan hoziroq ketganim ma'qul. Uyim tepasida qanaqadir skelet turishni xohlamayman va mana bu narvonni ham buzib tashlayman. Boshqalar ko'rmasligi kerak buni. Hoy, qo'shni. Nima? Buni anavi basharasi buzib qo'yib qo'ydi. Nima? Basharasi buzib qo'ydi. Tushunursan. Lekin nima uchun? Prank. Mana nima uchun kirib o'tirgan ekanda. La'nati. Ha, bu yerda yashash qiyin bo'ladiganga o'xshaydi. Lekin yaxshiyamki men shahardan o'zim bilan pardalar olib kelganman va hozir o'sha pardalarni tutib qo'yaman, chunki menga yoqmayapti. Derazamga qarab o'tiribdi. Xo'sh, tak, kaltni olamiz va bo'ldi. Ha, rostdan qarab o'tiribdi. Qani edi, mashina kaltini ham olish kerak. Hozir olib kelaman narsalarimni. Tushunursan, bo'ldi. Xo'sh. Qaysi tarafda qoldirgandim? Adashmasam shu yerda bo'lishi kerak. Ha, mana shu yerda edi. Xo'sh, qani, mana bo'ldi.
hozir olaman narsalarni va bu yerni tinchgina tark etishni o'rniga sal bo'lsa ham yashab qolishga harakat qilaman. Bu narsalarni oldim, yaxshi. Yopamiz va ketdik. Tak, qulflaymiz eshikni. Ajoyib. Qani endi mashinam shu yerda tura qolsa, men esa uyni o'zimga moslab olaman, keyin esa kerak bo'lsa garaj ham qurib olishim mumkin bo'ladi. Yoqmayapti, rostdan ham g'alati odam ekan qo'shnim. Tak, jin ursa endi bu yerlarni yopish kerak. Pardalar, tak, mana pardani rangi qanaqa chiqargan bu sefer? Qoyil, binafsha rang chiqdi. Ayollarning rangidan. Nima ham qilardim? Boshqa ilojim yo'q. Hech bo'lmasa yuzini ko'rmayman anavi ahmoqona jitilni yo'q qirib turibdi. Salgina boshqacha yopamiz va nima bo'ldi? Yo'qolib qoldimi? Chin ursin. Mana buni kirishga qo'ymoqchi edim, lekin jin ursin, buni bu yerga qo'yishga to'g'ri kelishi shekilli. Yo'q, hammayli devorning o'rtasiga avvaldan o'ylaganimdek qo'ya qolaman. Faqatgina keyinroq qish tushganda issiq kirib ketmasligi uchun. Xo'sh, buni qayerga o'rnatsam ekan? Bu yerga qo'yib bo'lmaydi. Pardalar xalaqit beradi. Tak, kravatni olib tashlayman bularni ham va mana shu yerga televizorni o'rnatamiz. Qo'yil televizor bu yoqqa, divanlarni esa mana bu yerdan yopib bo'larmikin? O'ylashimcha yo'q, yopib bo'lmaydi. La'nati, tak, mayli. Bu yoqqa va qani bunisini ham qo'yamiz va bo'ldi, chiroyli bo'ldi. O'tirish mumkin. Bu yerga esa kravatni все-таки o'z joyiga qo'yamiz. Faqatgina bilmadim kompyuterlarni qayerga qo'yaman. Bu yerda shunchaki shkaf turibdi, bu yerda televizor, versakni ham qo'yishga joy yo'q. Men o'ylaganchalik katta chiqmadi-yu. Xo'p, mayli, mana bu yerga qo'yamiz va bunisi bu yoqqa tura qolsin hozircha. Kompyuterni qo'yib bo'lmaydi. La'nati, qanday qilib ishlayman endi? Mayli, hech bo'lmasa noutbukni qo'lga olib ishlash mumkin va pultni ham olib qo'yamiz. Tak, bo'ldi. Endi esa dam olish mumkin. Pardani olib tashlaymiz. Bular kerak emas. Bular ham kechroq yana bir ikkita o'zgartirishlar uchun olaman. Hozir esa ishni boshlayman. Meni mehmonga chaqirmadi. Hozir ko'radi. O'zi keldi yonimga qo'shni deb, lekin mehmonga chaqirmadi. Bu yaxshi emas. Umuman yaxshi emas. Ay, tur. Nima qilyapsan? Ketdik. Qayoqqa? Bir joyga boramiz. Xo'p, faqatgina menga tegma, iltimos. Tegmayman. Aytganimni qilsang bo'ldi. Xo'p, tushundim. Davay. Qani orqamdan yurchi? Mashina esa oldimga tush. Bu tarafga, o'rmonga. O'rmonga nima qilamiz? Ishing bo'lmasa yur, shunchaki baqirsang yoki qochaman desang, ko'rasan mendan. Yoqmasligi aniq qiladigan ishlari. Bo'ldi, tushundim. Xo'sh, ketdik. Meni o'ldirmasang bo'lgani. Yo'q, o'ldirmayman. Shunchaki o'sha yerda meni kutib turasan. Seni bir joyga olib kirmoqchiman. Olib kirmoqchisan? Qayoqqa? Borsak ko'rasan. Yetib keldikmi? Yetib keldik. Shu yerdan tushamiz, davay, ketdik. Xo'sh, qani, hozir kela qol. Junursin, 1 soat, 2 soat bo'ldi yurganimizga. 3 soat, qara. Oy ham botib qoldi, yaqinda quyosh chiqadi. Ertalab bo'lyapti. Shuda nima qilasan? Charchab ketdim-ku. Charchab ketishing kerak. Shu yerda qolishing uchun qani ketdik suvga. Yo'q, sovuqligini chidaysan, hech qisi yo'q. Yo'q, davay, yugur, boryapman. Nima qilmoqchisan o'zi? Hozir ko'rasan. Mana keldik. Xo'sh, muz. Mana bu g'orga bir kirgan. Nima qilaman? Kir. Xo'p, mayli. Bo'ldi. Shu yerda endi meni kut. Hoy, nima? Hoy, shu yerda kut meni. Kutaman. Tushunursa meni qamab qo'ydi shunchaki. Qoyil, nima qilaman endi bu yerda? Albatta noaniq, lekin xo'sh, qayerdan chiqishim mumkin? Tak, bu yerda chiqish yo'li bormikin? Yerni kovlash mumkin, lekin bilmadim aniq qayerdan chiqaman. Tog'ning tagidanmi yoki boshqa joydan? Yaxshiyamki uxlashdan avval ozgina bo'lsa ham oshxonani o'zgartirmoqchi edim va narsalarni olganim. Tak, hozir bizga versak kerak. Versak nima uchun kerak axir? Xo'sh, men hozir pechka yasab ko'mir ishlamoqchiman va o'sha ko'mir orqali fakil yasab olaman. Lekin stop, bu yerda qayerdadir ko'mir ko'rgandek bo'lgandim. Tak, mana ko'mir bor ekan-ku. Bekorga yog'ochlarni sarflab yuboribman. Hech qisi yo'q. Hozir fakil yasab olaman va bu yerdan chiqish mumkin bo'ladi. Tak, qani. Xo'sh, yog'och bor bizda. Endi esa yomon to'g'ri bo'lib ketdi va mana bo'ldi. Qoyil, fakil bizda bor, endi bu yerdan chiqishimiz mumkin. Lekin qaysi tarafdan chiqsam bo'lar-ekan bu yerdan? Xo'sh, mana bu yerni kovlay qo'yamiz. Xo'sh, qani endi mana bo'ldi, ketdik. Umid qilamanki shundan. Tak, stop, nima? Chiqish bu yerda, burnim tagida ekan-u. Yo'q, mana bu yerdan qamab qo'ydi, mana bu yerda chiqish ekan. Lekin bunaqangi chiqishni topish qiyin. Xo'sh, bilmadim, mana shu tarafdan kelganiga, mayli, tog'ning tepasiga chiqaveraychi. Umid qilamanki ertalabgacha yetib olaman. Xo'sh, qani. Ketdik. Tak, oppa. Yaxshi, qani, mana bu yerga va bu yerdan o'tishimiz kerak. Tak, buzila qolsangchi. Bo'ldi, endi tepaga chiqib ketamiz. Yo'q. Xo'sh, fakillarni yo'qotmaslik kerak bo'lib qolishi mumkin. Hali bilmadim qanday qishloqqa yetib boraman. Mana shu tarafdan kelgandik. Endi, tushunmadim. Bu mendan nima uchun
Uyqum kelib ketdi. Aylantirib olib keldi unda. Shunchaki charchashim uchun, charchasa qocholmaydi deb o'ylagan bo'lsa kerak. Shuning uchun ham aylantirib olib kelgan. Bu qishloqning qaysi tarafi ekan? Bu narsalarni ko'rmagandim. Ha, mayli. Tak, mana bu yerda ham mashina turibdi, kimnikidir. Mana qishloq, mana shu meni mashinam. Demak meni umuman boshqa tarafdan aylantirib olib kelgan, ataylab. Tushunarli. Mashinam o'z holicha turibdi. Yaxshi. Xo'sh, hozir men politsiyaga qo'ng'iroq qilaman va jitelni qamatib yuboraman. Yaxshiyamki video yozuvlar menda bor. Tak, uyim qaysi tarafda edi-ya? Yo'q, xo'sh, mana uni uyi va meniki. Tak, hozir men unga ko'rsataman. Hoy, jitel, qani narsalari yo'q? Pechka ham bo'sh. Do'stlar, videoning ikkinchi qismi juda ham qiziq bo'lishi aniq. Shuning uchun ham kanalga obuna bo'linglar va videoga like bosinglar hamda kommentariyada biror nima yozib qoldiringlar.